Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Ko'cha fasatimizga chiqdik. Bugun 4-kun xudo xolasa ichkarilarni, xonalarni urib, daraxonlarni qilib, tandirxonalarni bitirib ko'chaga chiqdik. Mana shogirdimizga ham o'rgatamiz ishka-turka urishni. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, qo'li ravon bo'lsa, o'zi attenni bo'lib chiqib ketadi birgada bo'lib ishga. Keyin yana yangi shogirdlar olamiz, xudo xolasa. Keyin ana shu uchastkamizni to'liq urib topshiramiz. 400 kvadrat to'liq, ichkari, tashqari, tandirxona, oshxona, darvozaxona ko'chalarini. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Javob qaytarishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga ishlariga omad, oila bag'rlariga sog' salomat qaytib kelishsin. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Mana hozir avjida shika-turka ustalarimiz ham ishlashmoqda, boshqa ustalar bu yoqda. Az. Ambur maniki bu-ku.